Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchilar. Bugun singlim uyga mehmonman. Xudoga shukr. Alloh nasib qilsin mana shunaqa chiroyli uylarni ko'rib, singlim xursandchiligini ko'rib, shunchalik sizlardan xursand bo'lyapman. Mana shu baribir shu qo'llab-quvvatlagan sizlar, shu yolg'iz ayollar, hamma narsasi bor qilgan insonlar sizlar borlaringga shukr. Singlimni ko'rib rosa xursand bo'ldim. Men ham sizni ko'rib shunchalik xursand bo'ldim opajon. Sizni rosa kutgandim. Uylar nasib qilsin. Chiroyli uylarga chiroyli kelinlar kelsin. Xudo xolasa qizimiz ham o'qishlarini bitirib, yaxshi joylarga uzating. Kamchiligi bo'lsa xolasi deb telefon qilavering inshaalloh. Baxtiyorjonni, Mahliyoni, Rustamjonni, ayniqsa Rustamni yaxshi ko'rishimni bilasiz. Chunki Rustam o'zim bolam. O'g'lim yo'q demayman, o'g'limdek gap. Xudo xolasa Rustam to'yigacha hali rivojlanib ketsak, yanada qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Xudo xolasa faqat to'ylarga, faqat yaxshi kunlarga qo'llash. Bizni kuzatib boruvchilar, video chiqarilmagan paytlarim uchun uzr so'rayman. Kamdan kam ko'nglimga o'tirsa chiqaraman, bo'lmasa ha ishda bo'laman, uyda bo'laman. Ko'p qiziqarli narsalar bo'lib, o'zimga yoqsa, sizlar bilan ulashganim uchun o'zim yoqtirgan insonlarni uyida o'tiribman. Mana shu bizni ham, meni ham kanalimga bitta duo qilib qo'ying, singlim bo'lasiz. Singil faqat onalar, otalar duosini olib yuribmiz. Inshaalloh singillar ham duolaydi. Birinchi singlim deb kelib, qo'l urib, qo'limdan kelgancha yordam qildim. O'zimni oilaviy sharoitim, ishlarim uchun ketdim. Hech kim nima ketdi, nima uchun bo'ldim, biz shunchaki o'zimni ishimni yo'lga qo'yish uchun ketdim. Xudo xolasa baxtiyam yana chiroyli bo'ladi, kuzatib borsalaring. Ma'rifat men kanalim Qurbona TV ham zo'r rivojlanib ketsin. Qurbona opam qo'llayveringlar. Qurbona opamga yo'llariga turinglar. Taktiza bosishni unutmanglar. To'g'risini aytsam, men uncha efirgamni gapirishga uncha nima yo'q edi. Men ham ancha rivojlandim dedi-ku. Rustamjonlar kelganda men ham hech narsani bilmasdim. Kamiga bir hafta qochib yurgan odamman-da, videoda ketaman, olmang. Ish qilsam ham choyda yugurib qochib ketardim. Akalarim urishadi o'ylarkanman-da. Xudoga shukr, keyin ular o'zing haq yo'lda yuribganim uchun qarshilik bo'lmadi. Shuni ham kommentga yozishdi. Tanqid ham bo'ldi. Tanqid chiroyli yaxshi narsa lekin. Tanqid mevasini beradi dedi-ku. Ko'rasizlar, odam hamma narsasi bo'lsa, erkin bo'ladi, chiroyli gapiradi. O'zgarishni ko'rib, rosa yana xursand bo'ldim. O'ylab qo'yursin sizga. Allohga shukr. Borlaringizga shukr. Meni baxiga ham yaxshi obunachilaringizga bitta duo qilib bering. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohim sizni ham ishlaringiz rivojini bersin avvalo. Mana shunday obunachilar ko'payib ketsin. Ilohim obunachilarni ham nimaga niyatlariga bilsin, niyatlariga yetkazsin Allohim. Sog' bo'lsinlar, hoji onalarimiz, hoji bobolarimiz, hamma insonlar, agar hajga bormaganlar hajga borib kelsin. Farzandi yo'llarga Allohim farzand bersin. Allohim faqat to'ylar qilsin, uylari faqat bizda mana shunday quvonchli bo'lib yursin. Ilohim siz ham bizni baxtimizga sog' bo'ling opajon. Farzandingiz to'ylarini ko'raylik. Faqat yo'llaringizga turaylik. Ilohim siz ham yonimizga bo'ling. Nimaga niyat qilgansiz? Nasib bo'lsa hajga borgan paytlaringiz yoningizda bo'laylik, yoningizga kelaylik ilohim. Nimaga niyat qilgansiz? Hamisha mana shunday xursandchilik bo'lib niyatlaringizga yetkazing Allohim. Allohu akbar. Bizni kuzatib boruvchilar, men ertalab keldim. Yeb, ichib, singlim bilan guruh qilib oxir kechim oldi. Keling, bitta duo qilaylik. Bugun nima ish qildi desa, men bizni kuzatuvchilarga aytay. Mana shu uyga mehmon bo'ldim deb. Mana shu Mahliyo, Rustamjon, Baxtiyorga men ham bitta duo beray shu uylarga. Bitta duo qiling. Ilohim, mana shu Allohim bergan ne'matlarini, rohatini ko'ring. Qarigandan shu bolalaringiz huzurini ko'ring. Mana shu chiroyli uylarga chiroyli mashinalar kelsin ilohim. Yaxshi kuyov, yaxshi kelinlar kelsin. Hamisha tinchlik bo'lsin, xonadoningiz obod bo'lsin. Sizga yordam bergan aka-ukalarimiz, opa-ukalarimizni ham Allohim topganiga sizga bir bergan million qilib bersin. Nima deydi, kamigan joyini g'oya bilan to'ldirib qo'ysin ilohim. Mana shu bolalaringiz ham shu insonlarda ehsonchi, puldor yigit qizlar bo'lsin. Rabbana atina dunya fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan qiyomati azob haq. Allohu akbar. Bizni kuzatib borasizlar, like bosasizlar.
obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, qanday ish qilar ekanman. Qo'llab-quvvatlashlaringga qarab, sizlar bilan maslahatlashib, nima ishni rejalashtirishni maslahat berib o'tsalaring yaxshi komitga. Rahmat, sog' bo'linglar.